Qachon oxirgi marta tashlashni? Yoshlikda. Oxirgi marta tashlashganim eng takoyi esimda bor. Hamma bilan urushib yuraverdik-da, lekin bir kuni boksyorga uchrab qolganman. Duxvashi vagonida paka o'tkazib qo'ymaguncha. Menda yosh katta bo'lgan edi. Urgan birinchi marta ishgaldan keyin menda satraseniya bo'lganda. O'sha paytda kiyimlarim yirtilgan, uyda esimda bor, polda yotdim. Menda kravatlarimiz ham yo'q-da. Polda yotdim men. Oyim o'zi bizda unaqa narsa yo'q, na выход unaqa, hamma joyga bitta kiyim kiyiladi-da. Qayergadir borsa ham bitta yirtilib qolsa bo'ldi-da. Yo'q-da o'sha kiyim. Kiyimimni yirtdim, satraseniya, dorilarga pul kerak, doktor chaqirilgan, yerda yotdim men. Boshim og'riyapti, mana shu narsani dunyoni ko'rib, angamas deganman-da, to что bu boshqacha yo'l tutish kerak. То есть men более как бы diplomat yo'l tutganman. Unaqa agressiv emas. Unaqa, lekin yoshlikda har kuni urushardik. Har kuni urushib yurardik. O'g'il ishga har kuni bu mana shunaqa. Bir marta o'sha esimda yo'q, nechinchi sinfdaligimman, shunaqa bo'lgandan keyin уже bo'ldi, o'zim bosib olganman, kim nima desa ham bo'ldi. Bemalol. Всё, mana anaqa yo'q. Endi sen urayotganda qarab tur degani emas bu. То что o'zing boshlamagan. Shunaqa.